Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar, yaxşımısınızlar? Bugün 2022 yılı 4 ayının 3 günü yakshanba. Aldı bilan men gepimni hammamizning Ramazan ayini muboraklash bilan boshlayman. Ramazan muborak. Bugungi bu sahifada men asosliqi o'zgarayotgan dunyoning tartibi haqida degan temada to'xtalib o'tmoqchi. Bundan 3 ay ilgari men Amerikalik pul muomala dokasi Ray Dalio degan kishini ko'pchilik tanishtirgan edim. Bu kishi yaqında bir kitap e'lon qildi, ya'ni necha ay burun 2021 yilning oxirida bir kitap e'lon qildi. Kitapning ismi, bosh temasi o'zgarayotgan dunyo tartibiga taqobil turishning prinsiplari. Qo'shimcha temasi davlatlar, asli to'g'risini aytgan vaqtda imperiyalar desa to'g'ri bo'ladi ekan dedim men ba'zi mazmunlarni ko'rgandan keyin. Imperiyalar davlatlar nemishqa muvaffaqiyat qozonadi, g'olib keladi yoki mag'lub bo'ladi degan tema ekan. Davlatlarningki mag'lub bo'lishi yoki g'alaba qilish to'g'risida, muvaffaqiyat qozonishi yoki cho'kishi to'g'risida yana bir kitob bor. Bundan 10 yil burun yozilgan, ya'ni 2012 yil yozilgan. Buni Darin Hashimoğlu degan Massachusetts institutininki texnik institutininki iqtisod professori Darin Hashimoğlu bilan James Robinson degan Harvard universitetiniki siyosiy olimi ham iqtisodshunos bu ikkisi birlashib yozgan. Ya'ni savol izlanishning bir temasi shu. Davlatlar nemishqa taraqqiy qiladi, nemishqa mag'lub bo'ladi, yoki nemishqa muvaffaqiyat qozonadi, nemishqa cho'kadi deb. Ammo ular masalani o'xshamagan nuqtadan tushuntirgan. Men aralashib ketmaslik uchun bu ikkisini bu gapni deb qo'yapman. Darin Hashimoğluning 10 yil burun yozilgan kitobining asosiy ideyasi nima desa, davlatlarningki nomrod yoki boy bo'lishida madaniyat, e'tiqod, ersiyat, jug'rafiyalik o'rin, muhit deganlar ikkinchi o'rinda turdi. Ya'ni shu muvaffaqiyat qozonishda yoki mag'lub bo'lishda ikkinchi o'rinda turdi. Asosliqi nima desa, hokimiyat qatlamidagi hokimiyat apparatlarininki unumdorligida, ya'ni siyosiy tadbir belgilovchilar va iqtisodiy tadbir belgilovchilarninki siyosatlarning qo'llangan tadbirlarninki shu davlatni kuchli qilish yoki ojiz qilishda o'ynaydigan rolni nihoyat zo'r degan ideyadan iborat. Asosligi shu. Endi Ray Dalioning da'vatqani nima? Bu kishining da'vatqani dunyo hozir bu o'zi nihoyat cho'ng pul muomala dokasi. Bu cho'ng milliarder bu. Bu shu albatta iqtisodiy ishlar bilan shu mashg'ul bo'lgandan keyin dunyoninki o'zgarishiga bir diqqat qilgan gap. Chunki mablag' sog'uvchilar o'zining mablag'ini har xil xatarlarni o'ylab turib, har xil fursatlarni bayqab turib ish qilish kerak. Har bir ishningki muayyan xatar bo'ladigan gap. Tannarq bo'lmaydigan ish yo'q. Shunaqa bo'lganlikdan bu odam nihoyat iznibdi. Bu kishining qanday kishi ekanligi to'g'risida men 3 oy burun leksiyarimni so'zlaganligim uchun tafsilga to'xtalmayman, ammo bu kishining bu yaqinda nihoyat qizg'in olqishga erishib o'qilgan kitobining qisqacha mazmunlarini ko'pchilik qarindoshlarga bir deb beraydim. Sabab nima deganda, davlatlarning, imperiyalarningki taraqqiyoti yoki g'olib kelishi yoki mag'lub bo'lishi haqida yozilgan bu kitobning bizning xalqqa, shaxslarga nisbatan aytganda bu prinsiplarning ba'zilarini qo'llanishga, tatbiqlashga bo'ladi deb qaraganligim uchun. Albatta, tartib degan nima? Tartib deganimiz kishilar bilan kishilarning o'rtasidagi munosabatlarni bir taraf qilishda, idora qilishda amal qilgan tuzumlar degandan iborat. Tartib degan shu. Hammadan o'zi bilgancha hech qanday bir cheki yo'q, hech qanday bir siziq qo'yilgan holatda harakat qilib boradigan bo'lsa, bu jamiyat tartibsiz jamiyat bo'ldi, xalq tartibsiz bir xalq aylanib qoldi. Bu to'g'risida men necha yilning oldida, 4-5 yilning oldida yozib qo'ygan bir yozmam bor, yil o'qib bermak kichkinlamlar. Ya'ni tartibsiz jamiyat haqida degan. Chunki mushu mazmunga aloqador bo'lganligi uchun. Shundaqla davlatlarning o'rtasidagi munosabatlarni idora qiladigan har xil kelishimnomalar, ahdnomalar, shartnomalar bo'ladi deydi bu kishi. Davlatning ichida muayyan bir tartibni kuchga ega qiladigan narsa bo'ladi, ya'ni asos qonun. Amerikada 1789-yili asosiy qonunda sharhlangan nurg'un moddalar shu paytda qoldi. Hozirga qadar ichki tartibni saqlab o'tadi. Undan sirt yana bu yerda tashqi tartibmi bor, ya'ni davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni elib berishda rioya qiladigan prinsip, ahdnomalar yoki kelishimnomalar, shartnomalar, muayyan shartnomalar asosida
Buni kim belgilaydi deydigan gap bor. Davlat ichidagi tartibni belgilashda shu davlatning hokimiyat apparatlari, masalan, asosiy qonunni nima qilgan shu parlamentlar belgilasa va qonun tarmoqlari bular nima qilsa, ijro qilsa, ya'ni qonun tuzumini ijro qilsa, ammo davlatlar o'tirsidagi munosabatlardagi tartibni tartibni saqlashda shu shartnomalar bo'yicha ish qilish kerak. Ammo bu shartnomani kim belgilaydi deydigan masala bor. Bu masalada, ya'ni shu shartnomalarning mazmunlarini bekitishda, ya'ni mush tartiblarni bekitishda kim belgilaydi deydigan bu masala bor. Bu masalada odatda tarixda 500 yillik tarixni kuzatib chiqibdi bu odam. 500 yillik tarixni kuzatib chiqib, 500 yillik tarixni kuzatish jarayonida bir necha xil davriylik bo'lgan insonlarning hayotida deb. Ya'ni shu davriyliklarda bir tartib bor, asli mavjud bir tartib. U xil tartibni, dunyo tartibini yangi bir kuch chiqib ag'dirib tashlab, yangi bir tartibni bekitdi. Shu yangi tartibni bekitgan odamlar anandan keyin dunyoga hukmronlik qiladi, pul tuzumini belgilab chiqadi deb Amerikani misol qilibdi. Ya'ni qanday misol qilibdi desa, ya'ni 1900 shu 2-chi dunyo urushidan keyin 1944-yili Amerikaning New Hampshire shtati, bizga yaqin shtat, 2 soatlik mashina bilan bog'langan bir yerda, Bretton Woods degan yerda, Bretton Woods o'rmonligi pul muomala tuzumi yoki Bretton Woods o'rmonligi pul tuzumi yig'ini deydigan bir yig'ini o'tkazgan bo'lar. Yig'ini o'tkazib Amerikaningki dollarni zapas pul shaklida qo'llanadigan, har bir 35 dollarga bir onsiya oltin keladigan shunday bir belgilamani bekitgan bo'lar. Bu belgilama shu 44-yildan boshlab kuchga egallab 71-yilga kelgan vaqtda, bu 71-yilga kelgan vaqtda Nixon'ninki bir jakasi bilan o tuzum amaldan qoldi. Ya'ni dollarga oltin beradigan ish o amaldan qoldi. Bretton Woods yig'indagi kelishim bilan shu vaqtdan keyin yemirildi degan gap. Demak, bu odamning demakchi o'g'ini nima desa, bir davlat ichidagi bir ahvolda tartibsizlik bo'lgan vaqtda bir inqilobiy kuch paydo bo'ladi demak. Ya'ni ilg'or bir qarashga vakillik qilgan kuch paydo bo'ladi. Davlatlar o'tirsida, masalan, boy kambag'allik masalasi ortib ketgan vaqtda, ziddiyat ortib ketgan vaqtda, boylikninki taqsimlash tangsiz bo'lgan vaqtda, huquq shundaq har xil xo'rlangan vaqtda, ya'ni huquqdorlar o'zining xohish bo'yicha ishlatgan vaqtda bu bir xil surkilishni, ziddiyatni paydo qilib, bu oxirida inqilobga aylanib ketadigan ishlar bo'ladi. Shu orqali anandan keyin davlatning ichida bir kuch, ya'ni bir kuchni ag'dirib chiqqan, tashlash orqali yangi bir tartibni barliq keltirdi deb Fransiya inqilobini misolga keltiribdi. Andan 1917-yildagi atalmış Oktyabr inqilobini misolga keltiribdi. Leninning boshchiligidagi kommunistlarningki Charpachi hokimiyatini ag'dirib tashlab, kommunistik hokimiyatni tiklaganligi, ham 91-yil bu hokimiyatning g'ulg'anligini, bu tartibning g'ulg'anligini debdi. Shuning bilan birlikda Xitoylarni misol olibdi. Ya'ni Jan Jeysher bilan Mao Zedong o'tirishga urushda, ichki urushda kommunistlarning 49-yilgi hozirgi mavjud bo'layotgan ma'qul tartibni davlat ichida o'rnatganligini debdi. Shuning bilan birlikda xalqarada bu imperial kuchlarningki, imperial kuch degan vaqtda o'ndak imperialist kuchlarningki tarixini yig'inchoqlar akilib, bundan 3 ni asosli misol qilib olibdi. Ya'ni 17-asrdagi Gollandiya imperiyasi, Gollandiya, ya'ni imperiya kuchlik bo'lgan vaqtda, bir imperiya qurilgan vaqtda uning kuchlik bo'lishda nurg'un omillar bor deb so'zlabdi bu odam. Masalan, birinchisi ma'rif bilan sifatlik ma'rif kishilarni ijodchan bo'lishga yetaklaydi. Ijodchan kishilar yangi texnikalar bilan birga emgak unumdorligini oshirdi. Buning bilan bularningki iqtisodi oshidi. Iqtisod oshgandan keyin tashqi savdo kengaydi. Tashqi savdo kengaygandan keyin bularning puli muomalada ko'p ilib berilib, ishlatilib turgandan keyin ba'zi davlatlar bularning pulini zapas pul sifatida ishlatishga boshlandi. Andan bular texnik ko'p boylikni nima qilish uchun, yig'ish uchun u yerga boradi. Masalan, Gollandiyaning ahvolida, Gollandiya ayni vaqtda Gollandiya Jiroq Hindiston shirkatini qurgan, ya'ni pay cheki taqatgan shu vaqtda nurg'unlagan qurollarni, ya'ni parxodlarni yasash orqali o'zininki harbiy kuchini kuchaytgan deb Gollandiyani misol qilibdi. Bu Gollandiya imperiyasi keyin taraqqiy qilib, ya'ni bu demakchi bo'lgani bir kuch, bir yangi bir kuch imperiya taraqqiy qilib, yuqori nuqtaga yetish uchun mana shu jarayonni besib o'tdi deydi. Andan yuqori nuqtaga yetgandan keyin, eng yuqori nuqtaga yetgandan keyin bu yerda yana asta
jamiyatda o'zgarish bo'ldi, qurilma xarakterli o'zgarish bo'ldi deydi. Ya'ni ma'qul kun kelish uchun dastlabki avlodlar bir necha avlod qattiq tirishgan, kuchigan, qattiq ishlagan, ular jang qilgan, kurash qilgan. Shuning bilan bularga yaxshi yashash fursatini keltirgan, ya'ni tinchlik va taraqqiyot barliq kelgan deydi. Mayli davlat ichida bo'lsin yoki davlat sirtida bo'lsin, buning xiris qilgan kuch yo'q. Buning xiris qilgan kuch bo'lmagandan keyin bu bir mezgil shunday taraqqiyot gullanadi. Gullangandan keyin u ham o'zini bilolmaydi. Ham shu vaqtda shu yaxshi sharoitda gullangan vaziyatda yashab qolgan odamlar bu hayot uzun davomlashadi, shunday deb o'zini bilolmay qoladi. Oxirida har xil narsalarga, moddiy narsalarga intiladi. Ularning xarakterida o'zgarish bo'ladi, qimmat qarashida o'zgarish bo'ladi, bo'shab ketib qoladi deydi. Bo'shab ketib qolib, anadan keyin bular tushkunlikka qarab maqdi. Andan bular bu davlatlarni bu imperiyani o'zini bilmay boshqalarga shiltin soladi, jiqyaga put qo'lini uzatib soladi. Anadan keyin buning puli dunyo puli bo'lgandan keyin u nurg'un davlatlardan qarz oladi deydi. Ya'ni xalqlar buning pulini olamiz degandan keyin bu zaim taqtidi, texmo boy texmo hashamatli yashash uchun. Shuni bilan natijada qanday bo'ldi degan vaqtda oldi bilan buningki bir moliyasida chatoq chiqdi deydi. Qog'oz pulni besib chiqarilaversa, pul nim bo'ladi, pulning qiymati tuvallaydi degan gap. Bu odam deydiki, shu o'zgarayotgan dunyo tartibidagi birinchi prinsip nima deganda, birinchi ahvol nima deganda, shu markaziy banklar pulni shunday besib chiqargan vaqtda kishilar pay cheki, oltin, kumush va tovarlarni sotib oladi. Ularning qiymati oshadi, chunki ularning qiymati ish bordi, ammo qog'oz pulning qiymati tuvallaydi deydi. Bu Amerikada mo bo'lgan, boshqa yerda mo bo'layotdi dedi. Hatto 2008-yildagi Amerikadagi mortgage, uy mulk bozorida yuz bergan pul muomala krizisida bu shunday misol qilib shu jaqtimi jiq pul besib chiqargan. Albatta 2020-yilimiz shu, ya'ni pandemikniki, vaboning ta'siridami nurg'un pulni besib chiqaryapti. Bu odamning demakchi o'g'ini mana shu hozir shu har xil tovarlarning paycheklarining o'sishi, uy bahosining o'sishi, baholarning o'sishi mana shunday hukumatning pulni jiq chiqarayotganligidan deb tushuntirishga tirishibdi bu odam. Ammo bu odamning degan gaplarining hammasining to'g'ri yoki manda bo'lishini atayin, ammo anglab qo'yishtirishlik deb qaraganligim uchun deb beryapman. Xo'sh, endi eng ustiga chiqqandan keyin bular qarz oladi, o'zini bilolmaydi, endi nurg'un yerlarni egallashga urinadi. Ya'ni imperiyani saqlash uchun uning jiq pul ketadi demakchi. Qarzga bo'lib oxirida bu bir surkilish bo'ldi. Buning ajizlayotganini ko'rgan, yana bir tashqi kuch, ko'tarilayotgan kuch paytni tutib buning bilan so'qishdi, uni mag'lub qildi deydi. Ya'ni Gollandiyada eng vaqtda shu gullangan vaqtlarda ma'rif taraqqiy qilgan kishilarning ijodkorligi oshgan, bular paroxodlarni yasagan jiroq qit'atlab safar qila oladigan, aningdan sirt yana ularning puli gelder degan dunyoning zapas puliga aylangan, shunday gullangan vaziyatda. Hatto pay chekki tarqitish orqali shu shirkatlarni, shu Gollandiyaning jiroq Hindiston shirkatini ham nimaga qo'ygan deydi. Dunyoga keltirgan, barliq keltirgan deydi. Anadan keyin bu ishlarni qilgandan keyin bu nemishqa xalqlar diqqat qildi, boshqa davlatlar ham diqqat qildi. Bu ajab gullanib ketdi. Diqqat gullanishning sababi nima deb izlanadigan gap. Aqli va odammo o'zini yaxshilashga tirishgan o'xshash davlatlarmi shu. Angliya bu fursatni tutib, mana bularningki nima yasash jihatdagi, parxod yasash jihatdagi texnikasini kuzatib, bilib, ko'chirib bular. Angliyada o'chaqda emgak azon. Gollandiyaninki eng yaxshi parxod yasaydigan odamlarni, texniklarini bular yuqori haq bilan o'g'irlab yoki taklif qilib, andan azon emgak kuchi bilan bular raqobatda parxod yasash jihatda bu ish ketgan. Texnik yaxshi, texnik kuchli parxodlarni, texnik yaxshiroq parxodlarni yasab chiqqandan keyin buning parxodini, Gollandiyaning parxodini kim oladi? Hem qimmat, hem maniki qaragan sifatsiz bo'lgandan keyin aql jihatda, aql parxodni setish bozori, setish dunyoga setish jihatda aning keyinda qolgan gap. Oxiri aning keyin biz bilamiz sanoat inqilobi yuz berdi, Angliyadan boshlangan par mashinasininki ijod qilinishi degandek. Aning keyin zavodlarning qurilishi, bular bilan Gollandiya imperiyasi cho'kib 18-asr kelgan vaqtda. Anan 19-asr kelganda kun patmas imperiya deb atalgan Britaniya, Buyuk Britaniya deb qo'ydi. Buyuk Britaniya imperiyasi bu dunyoni so'rashga boshladi. Ya'ni uning pond sterling dunyoning zapas pul bulashga boshladi. O'xshash shaklda bu davom qildi bu ishlar deydi. Ya'ni bu odam deydiki, imperiyalarningki gullanishi, yuqori nuqtaga yetishi, chekinishi
o'xshagan bir-biriga o'xshab, o'xshash bo'lgan qadam bosqichlarni bosmasmi, ammo bir-biriga o'xshab ketadigan mana shunday qadam bosqichlarni bosadi deydi. Ya'ni bir davlatningki kuchiga biz baho bergan vaqtda bu odam 8 nuqtadan mana shunday ko'z tutdi. Ya'ni ma'rif jihatdan, kishilarning ijodchiligi jihatdan, andan keyin shu davlatlarningki tashqi savdoda o'rniga egallagan o'rnidan tashqi savdo, dunyo savdosida egallagan persentidan, andan keyin bularningki har qaysi pul muomala markazlarningki dunyoning kapital bozorida egallagan o'rnidan, harbiy kuchi jihatdan, ya'ni kapitalistlar, harbiy qo'shin, ya'ni harbiylar, armiya demakchi, armiya va siyosiyonlar bu ya birlashib, bir-birini qo'llashib, shunday kengayishchilik qilib, imperiyani texnik kuchlantirgani bilan oxirida o'zini bilamay qilib, haddidan ziyoda qog'oz pulni jiq besib chiqarib o'tib, qarzni jiq qilib o'tib, o yuqori turmush iste'molini nima qilish uchun, bular qamdash uchun qazilaydigan gap. Asli yuqori turmush iste'molining iqtisodiy asosi puxta bo'lgan vaqtda, yangi narsalar ishlab chiqarilgan vaqtda, boylik ishlab iqtisodning o'zining qonuniyati bo'yicha yaratilgan vaqtda shunaqa bo'lsa bo'ladi. Lekin bular odamlar o'rilishib, bir avloddan yana bir avlodga o'tgan vaqtda o'rilishib, emgak unumdorligiga ota-bobosdek tirishib ishlamay, ular o'zini qo'yib olib, rohatparastlikka cho'kib ketgandan keyin bular cho'kishga boshlagan gap. Andan keyin bir tartibning yana bir tartibga aylanishda, bu dunyoviy tartibningki tiklanishida bu urush asosan ko'tarilayotgan kuch bilan mavjud kuch, büyük kuch o'rtasida bir to'qinish bo'lmay qolmaydi deydi. Ya'ni buni demoqchi bo'lgani hozir Xitoy bilan Rossiya, Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida birsi mavjud kuch, ikkinchi dunyo urushidan keyin tiklangan dunyo tartibiga hukmronlik qilayotgan kuch, ya'ni Amerika boshchiligidagi kuch, dunyo tartibi. Andan yana birisi ko'tarilayotgan Xitoy iqtisodi, bu mush ikkisi robro turib qilyotdi. Ammo mushundaq bir harbiy to'qnashlarning yuz berishi odatda shu yangi dunyo tartibininki o'zgarishidan 5-10 yil burun yuz berdi degan mushundaq bir gapni debdi. Ham shuning bilan birlikda kishilarni ogoh bo'lishga, diqqat qilishga da'vat qildi. Yana debdiki, bu menimcha bu butun umumyuzlik kishilarga muvofiq keldi. Ya'ni ikki narsani nima qilish kerak deydi. Birisi davlat ichida biz shu boylikning taqsimlashiga diqqat qilishimiz kerak, ziddiyatlarni azaytishimiz kerak debdi. Ya'ni boy kambag'allik farqi bak eshib ketgan vaqtda bu gapi men Urumchidagi vaqtimda bir Reader's Digest degan o'qigan bir kitobni, bir Fransiya faylasufining aytilgan gapini eslatdi. Mana shuni o'qib o'tib. Ya'ni bir davlat namrat bo'lganligidan alak olmaydi, balki boy kambag'allik farqining haddidan ziyod chiqib ketganligidan alak bo'ldi deb. Bu odamning demoqchi bo'lganim shu. Ya'ni haddidan ziyoda boy kambag'allik o'rtasidagi farq, boylik osonlik odamning qo'liga yig'ilib qolsa, ko'p sonli odamlarning turmushida yaxshilanish bo'lmasa, bu surkilishni paydo qildi. Ya'ni hozirgi siyosiy termin bilan ifodalasak, birisi solchi, birisi o'ngchi. Ya'ni solchilar deydiki, boylikni qayta taqsimlash kerak deydi. O'ngchilar deydiki, yo'q, bu tirishib topgan pul, buni bermasligimiz kerak deydi. Endi bu tarixga qaraydigan bo'lsak, yaqingi tarixda mana shu kommunistlarningki nima qilgan usuli shu. Bu solchilarning solchisida shu pomishlarni o'ltirib, kapitalistlarni qamab degandek, ularning boyligini elib, andan hamma odamga taqsim qilamiz deb. Uning qanday bo'lganligini ko'pchilik nihoyatda yaxshi uqdi. Bu kishi shunday debdi. Ham natijada agar shunday boylikni taqsim qilamiz deb birasi qattiqroq bir odam chiqib qolsa, haqlar buni agishib ketib qolsa, puli bor odamlar boshqa yoqqa qochib ketadi deydi. Boshqa yoqqa qochib ketgandan keyin u pul topadigan, seg'in eniki va odam enikini nima qilib elib qochib ketsa, boshqa yoqqa qochib ketsa nima bo'ldi? O chiqmaydi. Shundaymi? Ondan keyin o'g'it bo'lmaydi degan gap. Shuni o'xshash shu davlatlarningki iqtisodida kiradigan kirim manbasi, ya'ni davlatning kirim bajning kiridida baj topshiradigan odamlar, muhim odamlar ozib ketganlikdan uning iqtisodi texnik nacharlashib, ojizlashidi demakchi. Bu odamning asosliq degani shu. Andan keyin cho'kishi, shu davlatlarning cho'kishi ham ichki davlat ichida ichki tartibsizlikdan bo'lishi, ham tashqi tartibsizlikdan bo'lishi, ya'ni tashqi dunyodagi ba'zi davlatlar ko'tarilayotgan kuch, mavjud kuchningki ojizlayotganligini his qilib qolsa, uningga nisbatan xirs qiladi, uni ag'dirishning o'yida bo'ladi deb shunday so'zlabdi. Ham ko'pchilik bir gapni degandim, deyman men.
Henry Kissinger Xitoyning darvozasini ochgan. Henry Kissinger shunday degan pandemikdan keyin dunyoning yangi tartibi o'zgaradi deb. Endi hala o pandemikning ahvoli texi o'zgarmay, ahvolda Amerika taraflarda yaxshilanib olgan bilan hozir Xitoyning o'zida bu ahvol yomonlab ketyapti. Undan sirt yana Ukraina bilan Rossiyaning o'tirishga urush, bu dunyoning iqtisodiga nisbatan yaxshi xabar emas. Nimishqa deganda oldin qatardagi neft, gaz eksport qilg'ichi Rossiya, Ukraina ochliq ham undan boshqa nurg'un batareya, nurg'un metallarni, ya'ni yeziklik ishlatilgan o'g'itdan tortib, toki shu nurg'un ximiyalik metallarni sotadi ekan, sanoatga kerakli bo'lgan. Endi u qisib olgandan keyin bu umumiylik dunyoninki ishlab chiqarishga, iqtisodiga shunday ta'sir yetkazgan gap. Endi bu kishini demakchi bo'g'ini nima desa, biz bu shunday bir dunyo shunday tarixdan buyon shunday o'zgarib kelgan, bu yana o'zgaraydi. Hech qanday imperiya, hech qanday tuzum, hech qanday pul mutlaq ustunlikni egallamaydi. Shuning biz nayti davlat bu davlat ichidagi siyosiy yo'llarga qartilgan gapda bu. Ya'ni Amerika hozir dunyoga yetakchilik qilayotgandan keyin mushu o'rinni qolmasligimiz uchun ichki tartibni yaxshi saqlashimiz kerak, iqtisodni taraqqiy qildirishimiz kerak deydi. Shaxslarga nima deydi desa, shaxslarga nisbatan ikki narsani tavsiya qildi. Birinchisi, biz cho'qim bizning kirimimiz chiqimimizdan chiqilish kerak deydi. Ya'ni haddidan ziyada rohatparast bo'lib ketsak bo'lmaydi demakchi. Tirishchan bo'lishimiz kerak demakchi. Bu gap bir xalqqa tushadi. Ya'ni ma'rif orqali, texnika orqali, anikin yaxshi qimmat qarash orqali, tirishchanlikni, ishchanlikni, rostchilikni, anandan keyin mehr-muhabbatni ta'kidlaydigan qimmat qarashlarni kuchaytirish, ya'ni ijtimoiy kapitalni oshirish demakchi. Shuning bilan birlikda biz o'zaro bir-birimizga yaxshi hurmat qilib, bir-birimizga ahvoliga diqqat qilishimiz kerak, hurmat qilishimiz kerak demakchi. Bu gaplar xato gaplar emas mening qarashimda. Buni bir xalqqa tatbiqlasak bo'ladi. Demak, bu odamningki o yakuniga men qo'shilaman. Nima desa, dunyoda hech qachon hech qanday bir imperiya, kuch, pul uzun sürgan emas. Balkim 2 asr, 3 asr aman bir kuni uning halokati bo'ladi oxirlashida. Ammo o'zgarayotgan dunyoga taqobil turib, shuningda mag'lub emas, g'olib odam bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak degan vaqtda o'qishimiz, o'ylanishimiz, ish harakatimizda, bolalarimizni tarbiyalashimizda, yoshlarimizni tarbiyalashimizda jonliq, andan keyin tafakkurimiz ochiq, ashunaq bo'lishi kerak demakchi. Xo'sh. Endi men bu tartibsizlik haqida gap bo'lib qolganligi uchun, tartib haqida gap bo'lib qolganligi uchun men yozmam to'g'ri gap qolganligi uchun tizlam o'qib o'tay. Buni necha yil burun yozib ekanman. Tartibsiz jamiyat. İlahi kitaplarga asoslanganda olamning yoritilishida muayyan tartib bor. Mavjud narsalarning hammasining mavjudligining sababi va asosi bor. Shu vajdan tabiat dunyosida tartib bor. Uningda tartibsizlikning kelib chiqishidan egam saqlasin. Masalan, quyosh tasodifiy holda bir kuni sharqdan chiqmay qolsin chiqini. Shuningdek, insonlar jamiyatida kishilar hayotlik faoliyatida amal qiladigan tartib bor. Tartibli jamiyatning taraqqiyoti tez bo'ladi. Tartibsiz jamiyatda kishini bezor qiladigan, saskindiradigan, taraqqiyotga to'sqin bo'ladigan voqealar va ishlar yuz berib turdi. Tartibsiz jamiyatda ishning unumi bo'lmaydi. Elaqi daryo bo'yidagi bir harvonni turna osmonga, beliq daryoga, tulk quruqliq tortgan hikoya esingladimi? Ana shu hikoya tartibsiz jamiyatda kishilar o'zaro o'rtaq maqsadning bo'lmasligi, niyatning olaligi, shaxsiyatchilik va bosh-boshliqlikning ishlarni ilgari bostirmaydiganligini tushuntirdi. Tartibsiz jamiyatda ishonch va hamkorlik kam bo'ladi. Kishilarning qo'ng'ishligini ko'zining uchidagi narsalar bo'ladi. Ular adolat va samimiylikni bilib bilmay dafsanda qilishidi. Ilmga hurmat qilishmaydi, nopozga cho'qinadi. Pul va huquq mastonligi, ayshi ishrat kayfligi ortib ketdi. Tafakkur yuksakligiga, hayotning ma'nosini tushunishga intilmaydi. Qisqasi, tartibsiz jamiyat kesal jamiyat bo'lib, uning cho'nqiligini avlodlari xaru-zarliqqa duchor bo'lgan bir al bo'ladi. Xo'sh. Endi bu to'g'risida shunchalik so'zlay. Paycheki bozorlar to'g'risida mening og'inim Qaysar Raji shu nimani da'vatda tavsiya qilyotdi. Lithium deydigan ximiyalik elementlar davriy jadvalida al aydan ifodalangan. Ya'ni bu elektronlik mashinalarni ishlab chiqarishda bak aloqa. Bunga nisbatan
talab nihoyat kuchli ekan, mushning paylari o'sidi deb bu gaplarni men sizlarga deb qo'yay dedim. Ammo idea mening og'zimdan chiqmadi juma. Aningdan keyin men o'tganda men bir oy ilgari bu shipirliq pullarning ichida bir pulni tavsiya qilgandim, Solana deganni. O chaqda $120 dan tövəndi. Men deb az vaqtdan keyin bir haftadan keyin $82 tushib qolgan. Mana tönөгөн ала qarasam $143 chiqibdi. Shu chaqda bir ishkaylan $80 olib qo'ygan, ana $50-60 payda ko'rdi degan gap. $200 pulingizni bankka qo'ysangiz, 1 yil qo'ysangiz $1 o'sim chiqmaydi. Ha? Shundaq. Ama mana $200 pulingizga 2 nima olib qo'ygan bo'lgan bo'lsangiz, bir oyning ichida $60 $120 payda olgan bo'ladingiz demakchi. Shunga ba'zida bu ayrim ahvol, ba'zida shuna uchurlarga diqqat qilib qo'ygan yaxshi. Men qarindoshlarning bu Ramazon oyida tutgan ro'zasining ibodat bo'lishini, tutgan ro'zasiningki ajrlik bo'lishini, ibodatlarininki xayrlik bo'lishini ham qilayotgan mehnatlarining o'zi uchun, oilasi uchun, xalq uchun qilayotgan ajrlarninki Janob Alloh tarafidan texmi ko'plab shunday inomlarga erishishni umid qilib so'zimni oxirlashtiraman. Rahmat sizlarga.